Uy sharoitida klapana qanaqa qutusida bo'ladi? Mana Google qutuchasini ichida hozir klapa bor. Buni eksperiment qilamiz. Uy sharoitida bolalarga zararsiz qanaqa klapana qutusida bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga poрошок, spirt, suv, idish va klapa kerak bo'ladi. Buning uchun idishga suv solamiz. Iloga bo'lish kerak. Poрошок bilan spirtni aralashtirib, sepamiz. Erish kerak poрошок ham spirtdan. Suv soldik. Keyin poрошок solamiz. Hozir endi unga 50 ml kam 20 ml spirt solamiz. Spirtni soldik. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib, 2 minut tinglab qo'yamiz. Buni qo'yamiz 2 minut tinib qo'yamiz. 20 ta chiqilib olib keladi. 4 ta dona iste'g'o. 5 minutda klap o'rnagandan xursand bo'lishik. Klap uchun mana bu 4 ta strik. Siktim. Sanzol qolamiz. Hozir 5 minutdan so'ng effektini ko'ramiz. Yani orada 5 minut o'tdi. Klaplar shu bo'ldi hammasi. Hayot alomatlari ko'rinmayapti klaplarda. Unda bu professional usullar boshlanishiga o'jiz hayot boshlash bo'ladi. Agar yordam beramiz, bizga murojaat qiling. Ishvaz kafolat bilan yo'q beramiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, xohlanglar. Sahifamizga obuna bo'lib, bu videoni tanishlarga qilinglar.